Tanishtiramiz. Muhammad Yusuf. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Yusuf, Andijon shahridanman. Men o'zimni kasbimda odamlarga yana qanaqa foydam tegadi deb o'ylanardim. Bu narsa o'zingdan keyingi yoshlarga shu narsani o'rgata olish ekan. Hozir men bularga shuni o'rgatsam, keyin bular ham boshqa yoshlarga, undan o'zidan keyingi yoshlarga shu kasbni o'rgata oladi va bu zanjir bo'lib davom etaveradi. Hozir ikkita shogirdimiz ishlayapti. Mana hozir tanishtiramiz. Muhammad Yusuf. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Yusuf, Andijon shahridanman. Nima uchun kelding? Pochtakam Instagramdan ko'rib, hunar o'rgangani keldim. Himchiska jarayonini, polni professional himchiskani o'rgangani kelganman. Rahmat. Qaranglar, shu bolani ancha qo'li kelib qoldi. Men bularni uzoq muddat ushlab o'tirish niyatim yo'q. Ma'lumotlarni, shu kasbimizdagi ma'lumotlarni eng qaymoqli joyini bersam, hozir 21-asr informatsiya asrida yashayapmiz. O'zlari boshqa platformalardan, YouTube'dan ko'rib, shu narsani davom ettirib o'rganib keta oladi. Shuning uchun agar siz o'ylanib yurgan bo'lsangiz, nima qilsammikin deb o'ylanib yurgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda til o'rganing. Men bularga ham aytyapman. Undan keyin bo'lsa birorta kasb hunarni o'rganing.